Dikkat! 20 aydan boshlab pensiya tizimida jiddiy o'zgarishlar kutilmoqda. Bu yangiliklar har bir nafaqaxo'rga, shuningdek, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan va kelajakda pensiya olmoqchi bo'lgan har bir fuqaroga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz bu yangiliklardan to'liq xabardor bo'lmasangiz, muhim imtiyozlarni qo'ldan boy berishingiz yoki kutilmagan moliyaviy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Bu ma'lumot sizning moddiy ahvolingiz uchun, oilangizning kelajagi uchun hayotiy ahamiyatga ega. Shuning uchun iltimos ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, chunki har bir detal siz uchun muhim bo'lishi mumkin. Kanalimizga hoziroq obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Shunda biz yanada ko'proq foydali ma'lumotlar bilan bo'lishda davom eta olamiz. Demak, muammoning mohiyatiga chuqurroq kirib boraylik. Ilgari pensiya tizimida ko'plab byurokratik to'siqlar mavjud edi. Pensiya miqdorini hisoblash jarayoni ko'pincha murakkab, shaffof emas va odam omiliga bog'liq edi. Fuqarolar ish stajini tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ish uchun turli idoralarga yugurishlariga to'g'ri kelardi. Ba'zi hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, ularni tiklash juda qiyin kechardi. Qolaversa, pensiyaning qayta hisoblanishi ham ko'pincha arz asosida amalga oshirilar edi. Bu esa ko'pchilik nafaqaxo'rlarning o'z huquqlaridan to'liq foydalana olmasligiga sabab bo'lardi. Masalan, ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotlar turli arxivlarda qog'oz shaklida saqlanganligi sababli ularni birlashtirish va pensiya jamg'armasi bazasiga kiritish uzoq va mashaqqatli jarayon edi. Har bir pensiya to'g'risidagi ma'lumotni shaxsiy holda tekshirish zarurati tizimning umumiy samaradorligini pasaytirardi. 20 aydan boshlab esa pensiya ta'minoti qonunchiligiga kiritilgan yangi o'zgartirishlar tufayli pensiyani hisoblash va to'lash tizimi tubdan o'zgarishi, yanada adolatli va shaffof bo'lishi ko'zda tutilgan. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi pensiya hisoblash jarayonini maksimal darajada avtomatlashtirish, inson omilini kamaytirish va fuqarolarga qulaylik yaratishdir. Eng muhimi, endilikda ba'zi toifadagi nafaqaxo'rlar uchun pensiya miqdori avtomatik ravishda qayta ko'rib chiqiladi. Bu esa ilgari talab qilingan ko'plab byurokratik to'siqlarni bartaraf etadi. Ushbu yangi mexanizm raqamli ma'lumotlar bazalariga asoslanadi. Ya'ni pensiya jamg'armasi, soliq idoralari, bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlari va boshqa tegishli idoralar bilan to'g'ridan-to'g'ri elektron ma'lumot almashinuvini yo'lga qo'yadi. Bu degani sizning ish stajingiz, daromadingiz, oilaviy holatingiz haqidagi ma'lumotlar avtomatik tarzda yangilanadi va pensiya miqdori shu asosda qayta hisoblab chiqiladi. Bu nafaqat vaqtni tejaydi, balki adolatsizliklarning oldini olishga ham xizmat qiladi. Keling, endi ushbu yangiliklarni batafsil tahlil qilib chiqamiz. Kimlar ushbu o'zgarishlardan xabardor bo'lishi shart? Kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar aksincha foyda ko'rishi mumkin? Avvalo, bu yangiliklar barcha mavjud nafaqaxo'rlarga, shuningdek, yaqin kelajakda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan shaxslarga ta'sir qiladi. Agar sizning ish stajingizni tasdiqlovchi hujjatlaringizda kamchiliklar bo'lsa yoki sizning ma'lumotlaringiz elektron bazada to'liq aks etmagan bo'lsa, siz juda diqqatli bo'lishingiz kerak. Chunki yangi tizimda avtomatik hisob-kitoblar faqat mavjud raqamli ma'lumotlar asosida amalga oshiriladi. Agar sizning stajingizning bir qismi elektron bazada yo'q bo'lsa, bu staj hisobga olinmasligi va natijada pensiya miqdoringiz kutilgandan kamroq bo'lishi mumkin. Aksincha, oxirgilarda rasmiy ish joylarida ishlagan, barcha soliqlar va ijtimoiy ajratmalarni to'lagan fuqarolar yangi tizimdan faqat foyda olishlari mumkin. Ularning ma'lumotlari to'liq va shaffof bo'lganligi sababli pensiyalar avtomatik tarzda qayta hisoblab chiqilishi va ko'tarilishi ehtimoli yuqori. Keling, buni real hayotiy misollar orqali ko'rib chiqaylik. Birinchi misol Maryam opa. U olimpiya yoshda Toshkent shahrida yashaydi va 32 yil davomida maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Maryam opa har doim rasmiy ish joylarida ishlagan va barcha ijtimoiy ajratmalarni o'z vaqtida to'lab kelgan. Uning ish staji va daromadlari haqidagi barcha ma'lumotlar so'nggi yillarda elektron bazaga kiritilgan. Ilgari uning pensiyasi 1 million so'm edi. Yangi qoidalar joriy etilgandan so'ng uning raqamli ma'lumotlari avtomatik tarzda qayta ko'rib chiqildi. Xususan, pensiya hisoblashda ish stajining eng foydali 5 yillik davri, ya'ni daromadlari eng yuqori bo'lgan yillar avtomatik ravishda tanlab olindi. Bundan tashqari, inflyatsiya koeffitsientlari va yangi pensiya ballarini hisoblash mexanizmlari qo'llanilishi tufayli Maryam opaning pensiyasi kutilmaganda oshib
2,50 ming so'mga ko'paydi va 57 million so'mni tashkil etdi. Eng muhimi, u buning uchun hech qanday qo'shimcha hujjat taqdim etmadi. Barchasi avtomatik ravishda pensiya jamg'armasining ichki tizimlari orqali sodir bo'ldi. Maryam opa pensiya kartasiga tushgan pulni ko'rib hayratda qoldi va o'zgarishlardan mamnun bo'ldi. Bu avtomatlashtirishning yaqqol foydalaridan biridir. Ikkinchi misol, Ahmad aka. U 7 yoshda Farg'ona viloyatida istiqomat qiladi. Ahmad akaning umumiy 29 yil ish staji bor. Ammo uning 1990 yillarda, ya'ni sobiq tuzumdan yangi tizimga o'tish davrida ishlagan 4 yillik staji haqidagi ma'lumotlar, arxiv hujjatlarida ma'lumotlar to'liq saqlanib qolmagan yoki qog'oz hujjatlar yo'qolib ketgan. Ilgari pensiya jamg'armasi xodimlari bu ma'lumotlarni qo'lda tiklashga, arxivlardan so'rab yuborishga harakat qilishardi. Yangi tizimda esa, agar bu ma'lumotlar elektron bazada topilmasa, Ahmad akaga pensiya qayta hisoblanganida uning staji kamroq ko'rinishi mumkin. Hozirda uning pensiyasi 1,3 million so'm. Agar u ushbu 4 yillik stajni tasdiqlovchi qo'shimcha hujjatlarni, masalan, ish joyidan berilgan arxiv ma'lumotnomasi yoki guvohlarning ko'rsatmalarini taqdim etmasa, uning pensiyasi o'zgarishsiz qolishi yoki hatto kutilgandan kamroq bo'lishi ehtimoli bor. Masalan, agar u ish stajini to'liq tasdiqlasa, uning pensiyasi 2,4 million so'm bo'lishi mumkin edi. Ammo hujjatlar yo'qligi sababli bu imkoniyatni qo'ldan boy berishi mumkin. Bu esa eski hujjatlarga ega bo'lgan nafaqaxo'rlar o'z stajini tasdiqlash uchun faol harakat qilishlari zarurligini ko'rsatadi. Uchinchi misol, Zuhra opa. U 58 yoshda Samarqandda yashaydi va 5 nafar farzandning onasi. Ilgari ko'p bolali onalar uchun pensiya imtiyozlari faqatgina ma'lum miqdordagi farzandlar soniga qarab berilardi va pensiyaga chiqish yoshini qisqartirish uchun qat'iy shartlar mavjud edi. Yangi qoidalar tufayli ko'p bolali onalar uchun pensiyaga chiqish yoshi qisqartirilishi va har bir farzand uchun qo'shimcha pensiya balini hisoblash tizimi joriy etildi. Zuhra opa ilgari 58 yoshda pensiyaga chiqish kutilgan bo'lsa, endi u 26 yoshdan pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'ldi. Bu unga 2 yil oldin nafaqaga chiqish imkonini berdi. Shuningdek, uning har bir farzandi uchun hisoblangan qo'shimcha ballar tufayli umumiy pensiya miqdori oyga 100 ming so'mga oshdi. Ya'ni uning pensiyasi endi oldingi 1 million so'm o'rniga 3 million so'mni tashkil etadi. Bu yangilik ayniqsa ko'p bolali onalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'lib, ularning mehnati va oiladagi roli uchun davlat tomonidan qo'shimcha rag'batlantirishdir. Endi esa ushbu qoidalarning istisno holatlari, yashirin tuzoqlar va noaniq jihatlari haqida gaplashamiz. Har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, bu yerda ham ba'zi jihatlarga alohida e'tibor qaratish lozim. Istisnolar, harbiy xizmatchilar, sud va prokuratura xodimlari, olimlar va ba'zi maxsus toifadagi fuqarolar uchun pensiya qonunchiligida o'ziga xos qoidalar saqlanib qolishi mumkin. Ular uchun pensiya ta'minoti alohida qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi va yangi umumiy qoidalar ularga to'g'ridan-to'g'ri to'liq hajmda ta'sir qilmasligi mumkin. Agar siz shu toifalarga mansub bo'lsangiz, o'z idorangizning kadrlar bo'limiga yoki pensiya jamg'armasining tegishli mutaxassislariga murojaat qilib, sizga tegishli aniq qoidalarni bilib olishingiz shart. Misol uchun, harbiy xizmatchilarning staj hisoblashda xizmatning har bir yili 2 yoki 3 yil deb hisoblanadigan imtiyozli staj tizimi saqlanib qolishi mumkin. Bu esa ularning pensiya miqdori va muddatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Yashirin tuzoqlar va noaniq jihatlar. Birinchidan, elektron ma'lumotlar bazasidagi xatolar. Afsuski, har qanday raqamlashtirish jarayonida inson omili tufayli xatolar yuzaga kelishi mumkin. Eski qog'oz hujjatlarni raqamlashtirish jarayonida ma'lumotlar noto'g'ri kiritilishi yoki umuman kiritilmay qolishi mumkin. Bu sizning ish tajingiz yoki daromadingiz noto'g'ri aks etishiga olib kelishi mumkin. Bu esa to'lanadigan pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli har bir fuqaro o'zining elektron profilidagi ma'lumotlarni shaxsan tekshirib chiqishi juda muhimdir. Masalan, siz 10 yil davomida bir tashkilotda ishlagansiz. Ammo raqamli bazada atigi 8 yillik staj ko'rsatilgan. Bunday holatda sizning pensiyangiz kamroq staj uchun hisoblab chiqilishi va siz haqli bo'lgan mablag'ni olmasligingiz mumkin. Ikkinchidan, qo'shimcha daromad manbalari va soliqlar. Pensiyada bo'lgan holda ishlash va qo'shimcha daromad olish tartiblariga e'tibor bering. Ba'zi hollarda agar sizning qo'shimcha daromadingiz ma'lum bir chegaradan oshsa, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi yoki ushbu daromaddan soliq ushlab qolinishi mumkin.
Misol uchun, agar siz tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz va oylik daromadingiz ma'lum bir miqdordan oshsa, bu sizning pensiya miqdoringizga ta'sir qilishi yoki sizga belgilangan ba'zi imtiyozlarni bekor qilishga olib kelishi mumkin. Bu borada pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan maslahatlashish zarur. Uchinchidan, muddati o'tgan hujjatlar. Ba'zi pensiya imtiyozlar yoki qayta hisob kitoblar uchun sizdan yangilangan hujjatlar talab qilinishi mumkin. Masalan, nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun har yili tibbiy ko'rik natijalari, VTEK xulosalari yoki oilaviy holatni tasdiqlovchi hujjatlar, nikoh, ajrim yoki o'lim guvohnomasi yangi bo'lishi talab etiladi. Agar bu hujjatlarning muddati o'tgan bo'lsa va siz ularni o'z vaqtida yangilamasangiz, pensiya to'lovlari to'xtatilishi yoki qayta hisoblanmasligi mumkin. To'rtinchidan, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish muddati. Yangi qoidalar kuchga kirganidan so'ng sizga pensiyani qayta hisoblash bo'yicha avtomatik ma'lumotnoma kelmasa ham o'z tashabbusingiz bilan murojaat qilish huquqingiz borligini unutmang. Ba'zi imtiyozlar faqat murojaat qilingan kundan boshlab hisobga olinishi mumkin. Ya'ni agar siz kechiksangiz, o'tgan davr uchun qo'shimcha to'lovlarni olmasligingiz mumkin. Shu sababli passiv kutish o'rniga faol bo'lish tavsiya etiladi. Beshinchidan, pensiya kartasiga o'tkazish. Naqd pulda oladigan pensiyalar uchun ham, bank kartasi orqali oladigan pensiyalar uchun ham yangi qoidalar bir xil amal qiladi. Biroq ba'zi hududlarda, ayniqsa olis tumanlarda naqd pulda pensiya oluvchilar uchun texnik kechikishlar yoki kichik tushunmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatlarda darhol pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish va aniqlik kiritish lozim. Xo'sh, yuqorida aytilganlarni inobatga olgan holda har bir fuqaro nima qilish kerak? Sizga aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, pensiya hujjatlaringizni to'liq ko'rib chiqing va jamlang. Bu qadam juda muhim. Pasport, ish daftarchasi asl nusxasi, nikoh guvohnomasi agar familiya o'zgargan bo'lsa, barcha farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, diplomlar va boshqa ta'lim hujjatlari, shuningdek ish stajingizni tasdiqlovchi barcha ma'lumotnomalar, masalan, arxivlardan olingan ma'lumotnomalar, korxona tugatilgan bo'lsa kabi hujjatlarning barchasini jamlang. Hujjatlarning asl nusxalari va nusxalarni alohida papkada saqlang. Bu hujjatlar sizning huquqlaringizni tasdiqlovchi yagona manba bo'lib xizmat qiladi. Agar sizda biron bir hujjat yo'q bo'lsa, uni tiklash choralarini ko'ring. Masalan, ish daftarchasi yo'q bo'lgan bo'lsa, avvalgi ish joylaringizdan arxiv ma'lumotnomalarini olishga harakat qiling. Ikkinchi qadam, yaqin oradagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. U yerda mutaxassislar sizning raqamli profaylingizdagi ma'lumotlarni tekshirishga yordam beradi. Ular sizning ish stajingiz, daromadingiz, oilaviy holatingiz haqidagi barcha mavjud elektron ma'lumotlarni sizga ko'rsatib berishi mumkin. Agar sizda MyBankUz orqali elektron xizmatlardan foydalanish imkoniyati bo'lsa, ushbu portal orqali ham o'z profaylingizni tekshirishingiz mumkin. Bu sizga uydan chiqmasdan o'z ma'lumotlaringizni ko'rish imkonini beradi. Shuningdek, pensiya jamg'armasiga qo'ng'iroq qilib savollaringizga javob olishingiz mumkin. Uchinchi qadam, agar sizning ma'lumotlaringizda kamchiliklar aniqlansa yoki sizning fikringizcha pensiya miqdori noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, pensiya jamg'armasi xodimlariga yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizangizda muammoingizni aniq va tushunarli tarzda bayon eting. Masalan, mening ish stajimda 1995 yildan 2000 yilgacha bo'lgan davr hisobga olinmagan. Men ushbu davrda Alfa korxonasida ishlaganman va ushbu davrga oid arxiv ma'lumotnomasi ilova qilinadi kabi. Barcha tasdiqlovchi hujjatlarning nusxalarini arizangizga ilova qiling. Asl nusxalarni o'zingizda saqlab qoling. Arizangizni 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasiga pensiya jamg'armasi xodimining qabul qilinganligi haqidagi sanasi va imzosi tushirgan shtampini qo'ydirib o'zingizda saqlang. Bu sizning murojaatingiz rasman qabul qilinganligini tasdiqlovchi hujjat bo'ladi. To'rtinchi qadam, murojaatingizga javob olish muddatlari borligini unutmang. Odatda fuqarolarning murojaatlari 15 ish kuni ichida ko'rib chiqiladi. Agar murojaatingiz qo'shimcha o'rganish yoki hujjatlarni talab qilishni talab etsa, bu muddat 30 ish kunigacha uzaytirilishi mumkin. Shu muddat ichida pensiya jamg'armasidan yozma javob kelishi shart. Agar javob sizni qoniqtirmasa yoki sizning talablaringiz qondirilmagan bo'lsa, siz yuqori turuvchi organlarga, masalan, Adliya vazirligining fuqarolar murojaatlari bo'limiga, Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili
ombudsmanga yoki to'g'ri sudga murojaat qilish huquqiga egasiz. O'z huquqlaringizni himoya qilishdan cho'chimang. Ariza namunasini pensiya jamg'armasi bo'limidan olishingiz yoki MyBokkov.uz portalida mavjud shablonlardan foydalanishingiz mumkin. Arizangizda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsatishingiz zarur. Sizning FSH yashash manzilingiz, pasport ma'lumotlaringiz, bog'lanish uchun telefon raqamingiz. Keyin murojaat sababini aniq bayon eting. Masalan, pensiya miqdorini qayta hisoblashni so'rayman. Chunki yoki mening ish stajimdagi ma'lumotlarni tekshirib, to'g'rilashingizni so'rayman kabi. Iloji bo'lsa, qaysi muddatdagi va qaysi tashkilotdagi ish stajingizda muammo borligini ko'rsating. O'ylaymanki, ushbu video siz uchun juda foydali bo'ldi. Irmaydan boshlab joriy etiladigan yangi pensiya qoidalari katta ahamiyatga ega va har bir nafaqaxo'rning hayotiga bevosita ta'sir qiladi. Muhimi passiv kutish emas, balki faol harakat qilish va o'z huquqlaringizni bilishdir. O'z fikrlaringizni, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning savollaringizga javob berishga harakat qilamiz va boshqa nafaqaxo'rlarga ham yordam berishingiz mumkin. Bu video sizga yoqqan bo'lsa, unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun doim eng muhim va dolzarb ma'lumotlarni taqdim etib boramiz. Bizning kanalimizda qoling, kelgusi videolarda ko'rishguncha